Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga o'sha obunachilarimiz tomonidan eng ko'p so'ralgan narxi o'sha boshlanish to'lovi arzonroq va narxi arzonroq lekin sifati yaxshiroq mashina so'raganlar uchun bugun mana Foton Aumark S avtomobilini obzor qilib o'tib ketamiz. Buni texnik parametrlar, o'sha xarakteristikalari, narxi haqida va kredit grafiklar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bu avtomobilimizga raqobatdosh O'zbekiston bozorida mavjud bo'lgan yangi ishlab chiqarilayotgan Isuzu Enquire 90L ramasida ishlab chiqarilayotgan Isuzu avtomobilimiz raqobatdosh bo'la oladi. Ushbu avtomobilimiz dizel dvigateli, turbinali dizelli dvigateli o'rnatilgan. Avtomobilimiz 100 kilometrga 60 kilometr bilan harakatlanganda 14 litr yoqilg'i sarf qiladi. Avtomobilimizni dvigateli sodda. Isuzu'dagi ayrim bir mijozlarimiz e'tiroz bildirgandagi injektor emas, oddiy motor hisoblanadi. Bunga mana o'zimiz gaz o'rnatganmiz Stack servis tomonidan. Avtomobilimizga 3 yil yokida 100 ming kilometrgacha kafolatli servis xizmati ko'rsatiladi. Kafolat muddati 3 yil yokida 100 ming kilometr. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Avtomobilimizning bortini uzunligi 5150. Eniga bo'lsa avtomobilimiz 2150 ni tashkil etadi. Borti o'sha har doimgidek standart yarim metrni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek avtomobilimiz tormoz tizimi havo yordamida ishlaydi. Avtomobilimizning yuk ko'tarishi 4965 kilogramni tashkil etadi. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri Isuzu Enquire 90 bilan raqobatdosh hisoblanadi. Isuzu'da ham xuddi shunday 4 tonna 965 kilogramm yuk ko'tara oladi. Bu hammasi hujjati bo'yicha, ya'ni o'sha texpasportda yoziladigan ma'lumoti bo'yicha keltirib o'tilgan. Avtomobilimizning salon qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Yon oynalari ham xuddi shunday Isuzu'nidek bir xil ikkitalik. Pastki oynamiz uzoq orqani to'liq olib beradi. Obzorini avtomobilimizning ichki qismi ko'rib turganingizdek o'sha oddiy missirovkali, endi xalq tilida aytganda missirovka deyiladi. Oyna ko'targichlari shunda. Avtomobilimizning salon qismi. Rulimiz gidravlika. Ko'rib turganingizdek bu yoqda mana gaz o'sha bitta knopka bilan yokida gazga yokida saralkaga o'tkazsa bo'ladi. Multimediyasi, avtomobilimizda konditsioner mavjud. Bu aynan yoz kunlarida to'g'ri keladi. Bu yerda dokumentlar qo'yish uchun polkalari bor. Hamda e'tibor berishingiz mumkin, Isuzu modellaridan kabinasi ozgina kengroq. Buni o'tirib haydab ko'rgan odam biladi. Hop, rushnoy tormoz воздушный havo yordamida bo'ladi. 6 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimizni narxi 375 million 82 ming so'mni tashkil etadi. Bu avtomobilimizni boya aytib o'tganimizdek 10 ming dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha 10 ming dollar evaziga ham o'sha avtokredit qilib beramiz. To'lovlari ham unchalik katta tushmaydi. 3 yilga hisoblaganimizda oylik to'lovi 12 milliondan boshlanib 7 million so'mgacha bo'ladi. 3 yilda to'laydigan foizinglar 105 million so'mni tashkil etadi. Agarda o'sha 3 yilga olib turib avtomobilda masalan pulini ertaroq yopish imkoni bormi deb so'ragan mijozlar uchun ham imkoni bor. Ya'ni o'sha 105 million so'mdan o'sha sizlar to'lagan summa chegirib tashlanadi va o'sha qolgan foizlari ham kamayib ketadigan bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz hozirda bizning avtosalonimizda mavjud. Bemalol shartnoma qilib ushbu avtomobilimizdan sotib olsanglar bo'ladi. Bu avtomobilimiz shunaqa bort ko'rinishida bizga ishlab chiqarilyapti. Hozircha buni furgon va yana boshqa variantlari hozircha bizda mavjud emas. Agarda talab bo'ladigan bo'lsa, yasab berishimiz mumkin. Uni furgonni o'sha yasab beradigan firmalar bilan kelishgan holda.
yokida o'zinglar bemalol qildirib olsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizni o'sha Isuzu olmoqchi bo'lib yurgan, lekin Isuzu narxi ularga qimmatli qilib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanishinglar mumkin. Ushbu videoni ko'rayotgan akalarga bitta iltimos, shu kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar. Bu bizani qilayotgan mehnatimizni qadrlayotganinglar bilamiz va biz bundanda yaxshi video kontentlar, materiallar chiqarishga harakat qilamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.